Hammaga salom bolalar. Bugun Retail Store qismini 3-qismi bo'ladi. Ketdik bolalar. Okey, ketdik-chi. Geylar kirmasin degan magazinimiz. Open ochamiz. Ketdik, pratishkalar kutamiz. Bu birinchi pratishka kelyapti. Dalbi ketdi. Qo'shiq chalib ketdi. Qattan bir qo'shiq o'chirib qo'ysa bo'ladi. Okey. Mana ochiq kelgan okamiz ham, opamiz ham kirmoqchilar. Kiring. Nimalar sotib oldingiz? Panda bilan ayiq boqasizmi? Qoyil. Opasi uxlataman yana. Men doimiy odatim uxlatish. On sent nima bo'ladi? Ko'chingga kirib ketmaydi-yu 10 sent. Bir sentga uxlataman. 2 sentga, 3 sentga. 10 sentga uxlataman. 9 sentga uxlatdim. Sog' bo'ling. Nima sotib oldingiz? Pandami? Pandangizni ko'tiga. Pandangizdan menga maqtanmang. 10 sentga uxlataman. Topa sog' bo'ling. Hamma narsani sotib oldinglar tez-tez. Bu bechorani sotib olishmayapti. Mana shuni biznes qimmat qilib tashlabman. Chain price $10 qo'yaylik. Insofli bola bo'lar. Insof ham evi bilan deydi-yu. Keling. Qana qo'y bilan. So'kmaymiz. Masa bilashyapsan. Pulli. Shu gazishni nima qilasan? Sog'liqqa zarar. Ukam bilmaysanmi? O'rgatib qo'yaman. 25 ming uxlatamiz. Sog' bo'ling. Qancha? 35 ming? Ne bo'laveradi normal yoki? Uxlatmoqchi edim. To'xta. Men uxlatmoqchi edim buni panda. Sen uxlatmoqchi edim baxtga. Cho'ntingdan chiqar uxlatamas. Ematdagi superfisi bilan bir bilan toshbaqqani sotib oling. Pulingizga kamayib qolmaydi. Tashiyinchi qancha bo'lar ekan? 52 ming. Uxlataman baribir. Menga mang'ullamang. 1 sent bo'lsa ham, tushirib bo'lsa ham uxlatamiz. 38 mingdan normal bo'laveradi opa. 20 ming. Opa. Sigmasiz. Dalba yo'q. Ol buni ayiqni ham. Son bir balodan ashincha bordi bu. 8 mingga rozi bo'l. Mana bu seni uxlatmaydi. 40 ming yaxshi bo'laveradi. O pulni ko'rib turaylik. Qarab tur, Shavkatov qo'ydi logosini rasmi. Uni ham sotib oling.
Tak narxi normalniy. Tag'imga sotmayapsanmi? 1350 qilaman. Sotib olsang sotib ol. Tur yo'qol degan gap bor ekan. Tushundingizmi? Achchigingizga sizibdi. Da, opla sigma. Atalab qilyapsanlarmi? Chokopikni ham ol. Men ham pashayapman. Uxlataman sanlarni. Qarich 10 sentga, 9 sentga uxladi, yo'qol. Qaytib kelma oldimga. Ko'rmaysan hatto. 48.55. Bilaman, chokopikni yana tushiraman shekilli. 13 dollar. Rozi bo'lishmasa endi bilmayman. Magazin bo'shab turibdi hozir. Oladigan chokopik odam bor ekan. Da chokopikni ham olib borishar ekan. Oxir odam kelibdi, chokopikni olib ketgan. Mart opa keldi. Mart ekan opa. Sizdaqa mujik opani ko'rmagandim. Mujik. Mujik opa ekansiz. Sekin rivojlanib ketyapmiz. Oxirgi ikkita chokopikni sotganim mana biz bratimiz kelyapti. Olar ekan. Ol. Bashiring qo'qdashmi? Kumush yo'qda qo'limni. Urib uchirib yuborardim seni. Shu qilganing ham uxlataman seni. Qarich yo'qol. Qaytib kelma. Seni uxlataman. Bo'ldi, oxirgisini ham sotib olishdi. Magazinda yopib qo'ydi. O produktlarni zakaz qilishib qo'yishim bilan darrov yig'dirib olib ketishyapti. Ortib qolsa yana bitta shelf olamiz. 05. Meros buni. Insofsiz bile. 9 sent. 1 sent qo'shing. Puling kamayib qolmaydi-ku. O'tirchimanki. Shop. Full nuturi. O xolodilnik ochilibdi. Xolodilnik olaymikin. Menga ishchi kerak-da. Ishchi hozir menga xizmatchi kerak-da. Kassada o'tiradi. Kassada menga ishlab berish kerak-da. Kassada ishlab beramiz-ku. Menga kassada ishlab beradi. Menga farqi yo'q. Xo'sh, bundan zakaz qilardim. Barilla pastadan zakaz qilaman, bundan zakaz qilardim. Bundan zakaz qilardim bo'pti. Tomat ochilibdi. Katta nomunular. Pulim ortsa, nima yaxshi menga. Plus 6 12 ta narsa olaman-da, to'g'rimi? 4 8 to'rt. Da 12. Oltin chips ochilibdi. Xo'sh, bundan biz monosodan olardik. Emshir aka bo'ldi. Asabiyamiz bor. Xo'sh, nima qoldi bizda? Xo'sh. O'tan to'liq sotib oldik. Monolar qoldi xolos-da hozir.
ikkita shopga kiraylikda, ikkita un qoldi. Mana shu qanaqa zakaz qo'yib Turinov Tropico mana yerga qo'yamiz. Tropik yaxshimish, 7000. Bu panda qayerda turardi? Panda mana. Dalboy otib yuborganchi. Ali pick up. Field shelf. Qo'ychi degarim. Gommi. Mashumida. Toshbaqamidi bu? Toshbaqamada turadi. Field shelf. Almashtirib qo'ymadim yana. Yana bitta field shelfga pulim yetar ekan. Shelfga yana pulim yetar ekan. Field shelf degan. Bitta shelf olaman, unga nima qo'yaman? To'g'risi hozir men kerak emas. Xolodilnik sotib olib tuxumlar olaman. Tuxumlar qimmat bo'ladi. Tuxum seriyozno juda qimmat bo'ladi. Tuxumlar qimmatbaho bo'ladi. Chocopik. Nima sotib olmaganimni ko'rib olamiz. Non. Bir $100-200 pilisiga kiramiz. Aysa manular bilan $10 biz pilisiga kiramiz. Ancha. Mana yana ikkita pilis bizga. $40 sovg'a bordi o'yin. Motor oil. Nimadir esimdan chiqdi-da. Nimadir. O'shani topamayapman. Nima esdan chiqdi? Mana nima esdan chiqdi desam, mana u ekan. Kashaga o'xshagan narsa esimdan chiqib qoldi. Dalbayo. Qattasha. Ama bundan zakaz berdim-ku. Bundan. Nima kelmadi? Ha, opa. Challasi yo'q. The fuck is this? Fuck you, bля, fuck you. Orange soda qani, orange soda. Davay yangi shelf ham sotib olamiz. Yo, prostaga. $409 400 milli. O'sha xolodilniga nima ochildi? Hozir xolodilniga abu frozen cold sovuq narsalar. Bu. Uni oldim, birinchi litsenziyalar sotib oldim. 3-litsenziya. Mana shu litsenziyalarni sotib olmayman. Buni 6 ta litsenziya sotib oldim. 4 ta. 5 ta. Tozalash narsalar. Yomon qimmat bu narsa. Juda zo'r qimmatga o'xshayapti. Yana litsenziyalar sotib olamiz. Exit. Voy, meni kirib ketmasam bo'ldi, mayli. Bismillah deb ochamiz. Bitta furnitura ham zakaz qilib qo'ysam buni. Bitta shelf zakaz qilib qo'yaman. Bunga bir narsa ideya qilib olamiz. Field shelf doldurib qo'yamiz buni. Bo'ldi.
bitta buni furnu to'g'ray degan joyni to'ldiramiz baxi. O'sha ochib turing ayag'ingizni. To'plingiz bilan to'p qilib o'tasiz. Vaqt bermay turing. Men o'tiray. Joyimga o'tiray. O'zlari kelishadi oldimga. Assalomu alaykum opa. Qancha ulargina? Puli 51 pulga 600 ming 500 ming bo'lsa kerak. Qattan bilaman naqd bular ko'p bersin uxlatib ham ketishaverar ekan. Izdevasiz bile. Umr 9 ga rozi bo'ldingiz. Shuna odam ham kibr bo'ladimi shunaqa. 58 ming. 25 ming agar rozi bo'lmasang. Rahmat. Sizdaqa saxiy opalar ko'paysin. Opani cho'ntagida puli ko'pga o'xshayapti cho'ta. Opa qancha topasiz? Nima qo'ysa persentga uxlatdi. Persentga uxlatsam indamasdingiz-ku. Ahmad aka sigmas. Sizda sigma bola yo'q bu dunyoda. Mana pastani ham sotib olinglar. Hozir men o'tgan nimalar qo'yaman? Hozir oldindan zakaz qilib qo'yay. Cleaning nimaga kerak? Davay mana shuni. Eng qimmatlari. Qancha bo'lar ekan? 351 ming. Endi ketmayapti. Hozir. Opa. Nechta sent sadaqa qilib pul yetmayapti. Rahmat. Shu sent sadaqadan menga foyda olib keladi. Shopga kiramiz, to'rtta narsani sotib olamiz. Va bu biznesning birinchi bosh. 24 ming pulim qoldi. Baslaymiz. Marqa tusharmikin? Tushar ekan. Bu necha dollarlar ekan? To'g'ri. Qanaqa 950 qilamiz. Endi savob bilan qo'ying. Hech kim olmasa bile. Bu 6 dollar edi shekilli. 12 3 dollar ekan. Men ham 9 bo'laveradi. 6 dollar qimmat qildi. Bu qimmat narsa edi bu. Qimmat narsa edi. 8 bo'lsa bu 23 dollar. 23 dollar. 23 dollar qilaman. Uxlataylik bularni ham. Erkalab ketishibdi. Bu 16 dollar bo'lsa 20 qilamiz buni. 20 ming qilamiz. Rozi bo'lsa rozi bo'ldi. Oho, 3 ta odam kelibdi. Birinchi opa 30 dollar yaxshi. Ne bo'laveradi 30 dollar. Bo'laveradi 30 dollar. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling. Bir sutga uxlatsam bo'lardi sizni. Tuz. Opa, desam aka ekansiz. Shuna pullar ko'payib ketdimi? Men terlarimni chiqarib yuborlayni. Rentday. Ana bu
qarzga to'lamabmiz-ku. Qarzimiz bor. Qarzga to'lamabman. Shu birinchi qarzga qarab qo'yaydi. Management yig'ramizda bilsmi, ikkita bil to'lab qo'yaylik. Maska qilishadi biz. Open. Hozir ancha rivojlanib ketdi, endi bitta toshuvchi masu checkoutda o'tiradigan odam kerak. Mana shu cashda o'tirish kerak. Registratsiya qilib bo'ladi. Men esa o'tiraman bular bilan. Sochim tepaga chiqib ketdi. $10. Keling. To'xtang. Hoppa, uxlatmoqchi edim. Meni uxlatib ketdilar. Okey. Mashina hammasini sotyapsiz. Bularni ham hammasini sotyapsiz. Men sizga like bosaman. To'xtab turmang, juda qimmat qilyapti. 5 emas, qana 5-8 yetadi. 8. U normalni o'ziga dastroyning narxi. 47 diyor. 30. Na opa, opa deyman. Bala opa deyman hammasini ham aka bu. Mana o'yilda ham sotib olinglar. Qurblari yetadi. Pullar kamayib qolmaydi. Pasteklar ham qimmatli qilyapti. Qimmat bo'lsa olmasa ekan. $4 bo'lsa 8 qilaydi buni. $4 qimmat qilgan. Buni 7 qilaman. Deyap sal insofli narx bo'ldi endi. $40. Yaxshi. Tezda o'zimizga kelib oldik. Darrov o'zimizga kelib oldik. $23. Ketavering. Tur yo'qoling. Get out. Hey, 23. 40 minut olaman. 3-qismi. Ularni ham oling. Ichishgan. 32.90. O'zi narxini beraveraylik. Maskalar. Buni olasiz agar hozir narxini tamini pastdagi narx ekan. Yaxshi, olyapti. Olishmayapmiz, olyapti. $8. $8 olyapti. Baribir qimmatda $8. Ularni oling. Ketavering. Qani qaytib kelmang. Okey. $8. Qaytib kelmang. Bacha kutinga tep bordim mana. Tushib ketding nari mahallaga. Dalbayo. Chaq kutinga tep. To'g'ri sani. Bam mana kutinga tep.
Ayağım yok hatta tiptim bilmiyorum. 18'u. Bu 80. What the fuck? What the fuck is this? What the fuck? What the fuck? Oil satıb aldık bunu ular. Mana. 24 Valoranlar mil. Qaysi xurligini topinglar. Meni opam ochki qani opajon. Ko'ktizga sizni qayergam sizni. Men basel dalbaki. Osna qo'y. Opa baqlamiz. Voy bilaymi bosmayapti. Like va obunani ham esdan chiqarmanglar. Aytgancha doim esimdan chiqib ketadi. Aytaman deyman. Oxirida aytaman bilay talbiyib yo'qsa. 43 ming. 43 ming. Normali. Passam normali. Sağ bo'ling. Uyqu ham kelyapti. Video ham kelyapti. 27 ming. Normali bo'ladi. Qaytib kelmay qo'y. Qaytib ko'rmaysan. O 9 sent uxlatdim opa. Bilayin, men ularni opa deyapman, bu aka-yu. Aka bo'pti, sog' bo'ling, 400 ga kiring. 400 ga siz bo'ling. Kirna qo'y. Kir. Aka, chiqing opa. Bugundan shu erkaklar opa. Endi opalar aka endi menga. Opa keling. Nima bo'lyapti menga? Opa, puli opa, nima qilyapsiz? Bilayman, oxirdagina olishmang gaping bo'la. Ush telefon qizib ketdi. Bela. Biznesmenmiz ush. To'liq pulini beraveraylik. Bular qiynamasdan. 10 dollar bermasangiz bo'lmaydimi deysizlar. Endi necha vaqt cho'zdim-da. Ber tashladim kutingga. Qanaqa opa? Aka kutib qolmadingizmi aka? Keling aka, kelyapsizmi? 16, 36, 46, 53. Balorat. Kim shunaqa bozorlik qilar bilmayman O'zbekistonda. Hech kim bunaqa bozorlik qilsa kerak. Toshbaqalaring bordir, pandalaring bordir. Bemalol yetar, hamma yoq sotib olgan. Aka rozi bo'ptilar. Zo'r cho'tki. Oxirgi narsalar sotib olinglar. Keyin magazinda yopib turib ozgina rivojlanaman. Boshimiz og'rishni boshladi. Al buni 2 tane. Hatda ham 2 ta bor. Bumaga kutin haqtasan. O'z bo'lmagan o'zim.
o'zi so'lib qolgan gulga o'xshaysiz. Lekin pulingiz juda xuya guli. Bechora opa zo'rg'a turibdi. Qaldirasiz qaranglar bu opani. Bunaqa bo'lib qo'yib. Tez-tezga pul ber deyapti. Berdim pulingni ha. Aka qarang. Life hack marta 2 tane olasizmi, o'ttigini ham olasiz. Ana. Bu life hackni qilsangiz ancha boyib ketasiz. Hop, close qilamiz. Keldingizmi? Bu rekordga yaqin kela olmaysan. Rekord vashchi katta bo'ldi. 86 ming hech kim buza olmasa kerak hozircha. Bu o'yinda hech kim buza olmasa kerak. Xo'sh, bu yerdan buni sotib olamiz. Bu yerdan Tropik sotib olsam. What the fuck? Bu buni zo'r ekan. 3 ta bo'ldi o'tdan. Bir martadan Toshbaqqaga. Bu. Bu. Qimmat narsalar ketdi. 8 tanesini sotib olamiz. Limitli narsalari ham bor-ku. Buni olardik va buni olardik. O'sha 7 ta narsa bo'ldi. Hozircha bo'ldi. Mazza qilib yotib olib, o'ynab o'tiribman o'yinda. Bu Toshbaqqa ekan. Yana bitta filshil sotib olib, naqasiga endi qimmat narsalar yana tiqib qo'yaymi. Yo, hozir biznesimiz yaxshi ketyapti. Magazinni qulflaganman, ko'rmayapsanmi? Produkt olib kelganman. Tavbayo. Ko'rib turib, meni ketyapti. Magazinni yopagan deydi. Tag'im yo'q. Kelmay bo'lmasa magazinimga. Kelganingni haydab yuboraman. Menimcha bir 10-15 qism chiqsa kerak bu o'yin. Qachon bir plyusga kiramiz bu o'yinda. O'shanda mana shu o'yinda to'xtataman. Keyin yana toparman simulyatorlar. Keyingi rejamdan ko'ra shu TCG karta shop simulyatorda reja qilib qo'yganman. Mana shu o'yinda ham o'ynab ko'rmoqchiman. Telefon versiyasini yaxshisini topolmadim. Bir yaxshisi yo'q ekan-da. Bilan adashtirib yubordim. Adashtirib yuborishim mumkin ko'ramanda shunaqa.
tez tugasaydi boshim og'rityapti. Shuning uchun jim bo'lib qoldim bugun. Hozir oxirgisi Orange Show'da. Voy, pastda nimadir esimdan chiqib qolibdi. Non esdan chiqibdi. Non zakaz qilibdi. Shu non o'rniga tomashdan qimmat narsa topib zakaz qilaylik. Qimmat mahsulot topaylik-da. O'shani zakaz qilaylik. Turamizmi arzon qilib? Turamizmi bola? $8 limon ketdi. Ana $10 yana chokopik ko'rdik-ku. Nima chokopik deyman? Nomi g'alati. Chokopik. Mana. Shu 87 ming bo'lar ekan. Voy, narxiga dostoynik bo'lsa bo'ldi-da. Buni 13.99 bo'lsa 13.50 ga ketadi. Kelaverasizlar. Kela bala. Opam u yoqqa ketyapti. Qo'lim do'st qolibdi. Beynimga. Bang uchib ketdi. Mana u yoqqa uchib ketdi. Ana uchib ketdi, dalg'ib deyapsizlar. Nima bu? Bas. Okajon, meni okam kelavering. Keling aka, o'zim eshik ochib beraman. Endi mabli mushtiyoda qo'lim bilan urib. Mana opa kelyapti. Opajonim meni. Keling, eshik ochib beraman. Agar buni bo'lmasangiz, kirmang, to'g'risi. The fuck, please, say balaka, fuck you, lip. Yipa. Keling akaman, siz uchun eshik ochib hujjat qilyaptimi bu? O'zimni kayf. Qanaqa tushunib boraman a? Bakasan. Keling. Aynamayman, hazillashdim. Suv o'pmayman. Yana qaramaylar. $10 nima? Sog' bu. Bo'lmish bile. Bo'lmishdan tarqigan. Bo'lmish bile. Bo'lmish bashir. Bo'lmish. Men mana shu video tugataman, короче. Jamshid zayban qildim, mang'ullar sizlarga eshitmasa kerak. Ayble. Chaq. Bo'ldi. Bu deyaptimi, shug'uli. Bu aslan nima borkimiz. Короче, bolalar, bugun bo'pti. Sog' bo'linglar. Like
obunani esdan chiqarmanglar. Voy qattiq.